Hali gapda qilgan ishingizda aytib ketyapti. Odamlarga ham xudo xohlasa manfaatli bo'ladi. Dori ichgansiz, davleniyga tushmagan. Balnol dedingizmi? Oyog'ingizga surkadingiz, bo'yningizga surkab tushib qoldi. Bu yerda gap balnolda emas. O'sha og'ir qoluvchi mas-pasda emas. Qilgan ishingizda davleniya qachon chiqadi desa, mana gavdamiz bor, mana gavda. Keyin qo'l, oyoqlar bor, chekka bor. Ya'ni markaz bor, chekka a'zolar bor. Xuddiki tasavvur qiling, kranga shlanga ulab oldingiz. Suv sepyapsiz, mana uchini bossangiz, hali nima qilsiz, otilib chiqadi-ku suv, bosim bilan chiqadi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa organizmda ham qon tomirlar bor, markaziy qon tomirlar bor, katta-katta qon tomir a'zolar bilan. Chekka a'zolar bor, periferiya deydi buni, chekka a'zolar. Sizning qon tomiringiz chekkadagilar tiqilib qolgan bo'lgan opa. Markazlashib qolgan bo'lgan mana shu gavdaga. Tushunarsiz? Oyoqqa qarab qon yaxshi o'tmay turgan, qo'llarga, boshlarga qarab qon o'tmaganda tiqilib qolib sizda davleniya ko'tarilib turgan bo'lgan. Siz dorini ichsangiz, mana ochib yormaydi tiqilgan joyda dori. Tushunyapsizmi? Ochib yormaydi. Hali tabletkalaringiz bor-ku, kardiolog dorilar ochmaydi. Siz nima qildingiz? Mana shu tiqilgan joyini o'ziz bilmagan holatda, oyoqlarni ishqalaganingizda qon tomirlar ochilib ketganda, qon pastga qarab ketgan, tiqilgan joydan. Tushunyapsizmi? Natijada davleniya tushib qolgan. Biz ham davleniyalarni massaj bilan tushiramiz Termizda. Surxondaryoda. Men o'zim massaj qilganman erkaklarda, o'lajasi o'zim qilardim. Bo'lgan voqea 200 bilan yursang hech narsa bo'lmaydigan bitta akamiz bor dedilar. Bitta massaj bilan 150 ga tushgan davleniyasi. Biz nima qildik? Yuragini bosib boshqa qilmadik. O'sha tiqilgan joyini bilib, bosib ko'rsangiz bilinadi. Ochib yordik, masala hal. Bittada tushib qoldi davleniya. Hali aka uchaman deydi-ku, uchaman degan. Uchaydigan odam bo'ladimi, ko'rganmiz? Uchgan shuvaga. Tushunarsiz? Xuddi shu ishni qilgansiz. Juda to'g'ri ish qilgansiz, faqat endi har doim ham siz qilib bermang-da, u tomirni ochishda. Uni ichimizda Alloh taolo tomirni doim ochib turasan, tozalaysan deb hozir opamga aytdim, jigarni qo'yib qo'ygan ichimizga. Taloq bor, qora taloq deydi, selezonka deymiz. Bularni agar biz tozalab tursak, ishlatib oladigan bo'lsak, yog'larni eritadigan bo'lsak, tiqilmasini ochib, ishlab ketsa, shu tiqilib turgan qon tomirni o'zi ochib oladi organizm. Sizning massajingiz ham kerak emas, sizning mashqingiz ham kerak emas. O'zi ochib oladi demoqchiman. Keyin o'tda dimlanishi bor. Aniq. O'tda dimlanishi bir